Hozir bizga apparat va nakazat qilib berdi. Na samом деле qancha bor qo'yg'ingizda sil. Qadrdonlar, assalomu alaykum, salomatmisizlar? Bugun biza Chilonzor tumani 12-kvartalda joylashgan urologiya kompleksidamiz. Prostatit yoshlarda ham uchraydi. Bugun bizni prostatitga oid bo'lgan shikoyatlarni ko'rib chiqamiz. Mana analiz topshirib chiqdim. Hayitgacha hojatxonaga kirganingizda siduda qon alomatlari bo'ladigan bo'lsa, bu ham prostatit shamollash belgilari hisoblanar ekan. Общий объемi 10% norma hisoblanadi. Ba'zilarda bo'ladi, yo'q qolmagan sidik qopimda hech narsa, o'shandim to'g'riliq deydi-da, lekin na samом деле qolib ketayotgan bo'ladi. Bu ham zarur bilganim uchun o'zimiz ham keldi o'sha yerga, sababiki biz ham tez to'ylikka qatnash bilan bo'lganligimizga olmiz, mana statika bo'yicha apparatlarni tekshirib bildiryaptilar. Mana hamma analizlarimizni topshirib oldi, endi doktor xulosasini eshitamiz. Erkak kishilarda 30 yoshdan keyin prostata bezi ko'proq surunkali formaga o'tib qoladi. Klassik prostatitida bo'ladi. Hamma narsa analizlar o'zingizda bor ekan, topshiradigan o'zingizda topshirib chiqdim. Demoqchimanki, kelib topshirish kerak ekanda, baribir odam o'zi imkoniyat bo'lsa, yilda bir marta o'tgan yaxshi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang, siz ham urologik kompleksga murojaat qiling.